Navbatdagi sura Voqea surasi. Endi suralarimiz ko'p bo'lgani uchun qisqaroq to'xtalyapmiz. Agar uzoq to'xtalsak, u vaqtimiz yetmay qoladi. Voqea surasi Makka da nozil bo'lgan mufassallardan, uzun mufassallardan va shart bilan boshlangan. Iza waqa'atil voqea. Qur'on Karimda 7 ta sura shart bilan boshlangan ekan. Shular Iza shams kuwirat, masalan. Shunga o'xshash 7 ta sura shart bilan boshlangan. Birinchisi mushaf tartibi bo'yicha Voqea surasi hisoblanadi. Nozil bo'lish tartibiga ko'ra 46-sura, mushafdagi tartibiga ko'ra 56-sura. Sura mushafda 3 sahifadan sal ko'proq 3 sahifadan sal ko'proq joy egallagan. Oyatlar adadi 96 ta, lekin ixtilofli. Mana hozirgi Madina mushafida 96 ta. Lekin ba'zi mushaflarda 92 ta, 94 ta bo'ladi. Nega desa, u ba'zi oyatlar ba'zi mushaflarda 2 ga bo'linadi, ba'zida bitta beriladi. Bu savolni biroq berib qoldi-da. Mana deydi, falon surada, falon mushafda ochsangiz 92 oyat yoki 94 oyat, Madina mushafida 96 oyat. Qaysi biri to'g'ri? Yo'q, suraning bir qismi yo'qmi degan xayol kelgan darrov. Bittasida sura kaltaroqmi degan xayol darhol zehnga kelgan. Yo'q, unaqa emas. So'zlar hammasi 100 harflar, so'zlarda farq yo'q. Faqat taqsimda farq bor. Gohida ba'zi mushaflarda 2 ta oyatni bitta raqam bilan belgilab, bitta qilib yuborilgan, ba'zida 2 ga bo'lingan. Shundan oyatlar adadi farqli bo'ladi. Oyatlar adadi o'zi Qur'on bo'yicha oyat adadi farqli. Qadimdan qiroat ulamolar o'rtasida, sahobalar va orasida ixtilofli bo'lgan. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytadilar, bir kuni oyatlar adadi haqida bir boshqa sahobalar bilan ixtilof qilib qoldik. Birov yo bu yerda oyat bor deydi, birov oyat yo'q deydi, birov bu sura masalan mana 96 oyat, birov 92 oyat deydi, ixtilof qilib qoldik. Keyin Rasululloh akram alayhisolatu vasallamdan so'ragani bordik. Eshikda edi Ali turgan ekan, Hazrat Ali roziyallohu anhu. Keyin Hazrat Aliga aytdik, shunaqa biz ba'zi falon suralarda oyatlar haqida ixtilof qilib qoldik. Shunga aniqini Rasululloh akram alayhisolomdan so'ramoqchimiz dedik. Shunda Ali roziyallohu anhu kirdilarda deydilar, Ibn Mas'ud Ali kirdida chiqib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, kimga qanaqa o'rgatilgan bo'lsa o'shanday o'qisin. Va kitobda ixtilof qilishmasin. Sizlardan oldingilar kitob ustida ixtilof qilib halokatga uchradi dedilar deb aytganlar. Bu Rasululloh akram alayhisolatu vasallamning ta'limlarida o'zi oyatlar adadida farq bo'lgan. Bu Allohning hikmati. Ya'ni bunda ham nimadir hikmatlar insonlar sekin-sekin tushunib yetib boraveradi. Muhimi payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sahobalarga o'rgatganlarida ularga oyatlarni qanday belgilab bergan bo'lsalar, shundoq olib qolishgan, shu bo'yi rivoyat qilgan. Va keyin mana shu ixtilof davom etgani uchun oyatlar adadida farq bor. Oyatlar adadidagi farq kalimalarga daxli yo'q. Taqsimdagi farq xolos hisoblanadi. Aynan mana shu holatni biz Voqea surasida kuzatishimiz mumkin. Kalimalari 379 ta, harflar adadi 1719 ta, 27-juzning 13-16 sahifalarida joylashgan. Voqea surasining birgina nomi bor, Voqea. Voqea qiyomatning nomi. Sura mana shu nom bilan boshlanadi. Mana shu so'z bilan boshlanadi birinchi oyatdayoq va suraning ichida ham aynan mana shu ma'no davom etadi, ya'ni qiyomat holatlari davom etadi. Suraning fazilati borasida biz umumiy mufassal suralar haqida kelgan hadis va asarlarni eslashimiz mumkin. Rasululloh akram alayhisolatu vasallamning hadislaridan ham, sahobalarning ta'riflaridan ham olishimiz mumkin. Endi yana bir hadisni biz o'rganib o'tganmiz. Bu hadisni biz adashmasam Hud surasida o'rgangan edik. O'shanda Ibn Abbos roziyallohu anhu aytganlar. Abu Bakr roziyallohu menga aytdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Abu Bakr soch soqolingizga oq tushib qopti ya Rasululloh debdilar. Shunda Rasululloh akram alayhisolatu vasallam meni Hud Voqea qaritdi deganlar. Boshqa suralar ham bor. Hud, Voqea, Mursalat, keyin Zalzala suralarini sanaganlar. Iza shams kuwirat surasini va Naba surasini sanab o'tganlar. Ya'ni o'sha Rasululloh akram alayhisolatu vasallamning demak mana shu hadislarida men soch soqolimga oq tushirgan suralar deb sanaganda Voqea surasi ham bor.
demak u zot alayhissalotu vassalomga bu suraning asosiy nimasi ta'sir qilgan bo'ladi? Asosan qiyomat. Asosan qiyomat holati u kishiga ta'sir qilgan bo'ladi. Uni aytamiz hozir inshaalloh. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bomdodda gohida Voqea surasini o'qirganlar. Voqea mana shu Jabir ibn Samura aytibdilarki, Nabiy alayhissalotu vassalom namozni yengil o'qirdilar. Shu Voqea va shunga o'xshash suralarni mana shu kattalikdagi suralarni zamsura qilardilar. Bomdodda deyaptilar. 96 oyat, 80 oyat, 100 oyatlik demak suralarni Rasululloh akram alayhissalotu vassalom bomdodda zamsura qilar ekanlar. Hazrati Ibn Mas'ud roziyallohu anhu uning qizlari bor edi. 3 ta qizi bo'lgan ekan. Hazrati Usmon xalifa paytlarida Hazrati Ibn Mas'ud roziyallohu anhu bemor bo'lib qoldilar, vafotlaridan oldingi bemorlik. Hazrati Usmon roziyallohu anhu kirib kasal ko'rgan bo'lib kirib hollardan xabar oldilarda aytdilarki, "Ey Abdulloh, sening qizlaring bor. Sendan keyin qiynalmasa, shunga men bir tayinlasang, biror menga vazifa aytsang, men bularga shuni men joriy qilsam, oylik ajratib turamanmi, yoki shunga o'xshash tasarrufni aytsang, men shularga keyin bularni mana rizqdan qiynalmasligi uchun men shunga bir aytadigan gaping bo'lsa aytsang, men xizmatga tayyorman" dedi Hazrat Usmon. Shunda Ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytganlar, "Yo'q, qizlarimga hech qanaqa birovning yordamiga hojati yo'q qizlarimning." Nega desa, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitganman. Kim oqshomda Voqea surasini o'qisa, rizqi keng bo'ladi, birovga muhtoj bo'lmaydi deganlar. Men uchala qizimga ham voqeani yodlattirib qo'yganman deganlar. Bular har kuni shomdan keyin voqeani o'qiydi. Shomdan keyinmi, oqshom, kechki payt. Shuning uchun men bularning rizqidan, bularning demak hayotidan xotirjamman, tashvish qilma deganlar Ibn Mas'ud roziyallohu anhu. Shuning uchun haliga eslab o'tdik-ku, Naqshbandiylar shomdan keyin voqeani vazifa qilgan. Mana shu hadisdan olishgan. Mana shu Ibn Mas'ud roziyallohu anhuning gaplaridan olishgan ular. Haqiqatan buni tajribada ko'pchilik ko'rgan. Bizga dadam o'sha Voqea surasini yodlattirganlar o'sha. Oldin mana shu hadisni aytib bergan. Biz mana shu hadisni dadamdan eshitganmiz. Keyin kitoblarda ham ko'rdik. Dadam mana shu voqeani o'qishni o'sha biz bolaligimizdayoq bizga tayinlab aytardilar. Chunki hayotda ko'p ko'rilgan ekan. Shu hayotda qiynalib, rizqdan qiynalgan odam Voqea surasini o'qib yursa, inshaalloh rizqda farovonlik bo'ladi. Masruq aytgan ekanlar, avvalgilar va oxirgilar dunyo va oxirat ilmini kim o'rganmoqchi bo'lsa, Voqea surasini o'qisin. Unda hammasi bor degan ekanlar. Ya'ni Voqea surasida mana shunaqa demak ko'p mavzu yoritilgan. Bismillahirrohmanirrohim. İza vaqa'atil waqi'a. O'zi voqea so'zi vaqa'a fe'ldan olingan, ya'ni voqea bo'luvchi degani. Nega qiyomatni voqea bo'luvchi deb aytilgan desa, albatta voqea bo'lishiga ishora sifatida. Qiyomatning nomlari bor. Soat degan nom bor, Soat o'zi u vaqt degan, to'g'rimi? Nega qiyomat soat deyiladi? Chunki uning soati aniq bo'ladi. Keyin u o'ziga xos bir vaqt. Mana bu biz kun-tunimizni o'lchoviga tushmaydi. Xuddi shuni singari qiyomat voqea bo'ladi-ku. Voqea bo'lishi aniq bo'lgani uchun voqea deb atagan Qur'on uni. Endi voqea bo'lsa, suraning haligi jumlalari mana shunaqa bir go'zal. Laysa li waqa'atiha kadiba. Uni voqea bo'lishini yolg'onga chiqaruvchi yo'q. Uni yolg'on deydiganlar bor-ku. Desa, yo'q, ular tilida yolg'on deydi xolos. Lekin uni borni yo'qqa chiqara olmaydi. Siz biror bir ishni harakatini qilyapsiz, shuni yo'qqa chiqara olsangiz, siz shuni yolg'onga chiqardingiz. Uni va'dasini qilmoqchi bo'lgan ishini siz yolg'onga chiqardingiz.
Lekin qiyomatni yolg'onga chiqaradigani yo'q. Nega? Chunki qiyomat Allohning irodasi bilan bo'ladi, unga birov qarshi chiqa olmaydi. Nega bu gap ta'kidlanyapti? Odamlar hammasi to'planib olib qiyomat bo'lmaydi desa ham baribir bo'ladi. U voqea bo'ladi. Uni voqea bo'lishini to'sadigan, oldini oladigan kuch yo'q. Xofidatun rofi'a. U qiyomat voqea bo'lganda qanaqa bo'ladi? U tushiruvchi bo'ladi, ko'taruvchi bo'ladi. Nima degani desa, bu dunyoda past baland yuraverasizlar. Lekin u qiyomat haqiqiy bahoni beradi. Kimnidir jannatga ko'taradi, kimnidir do'zaxga tushiradi. Bu dunyodagidek aralash-qo'ralash ketish yo'q edi. U yerda ish to'kis hal bo'ladi. U qachon bo'ladi? Iza rujjatil ardu rajja. Ya'ni yer larziga kelganda qiyomat mana shundoq bo'lib sodir bo'ladi. Va bu satil jibalu bassa. Tog'lar parchalanib ketadi. Yer go'yo yer yoyilyapti, parchalanib. Va demak tog'lar ham parchalanib ketadi. Tog'lar parchalanishi ko'p eslanadi qiyomat hodisasi sifatida. Demak yer o'zgaradi. Hozirgi tog'lar bu hozirgi yerga kerak. Bu qiyomatga bu tog'lar kerak emas. Qiyomatda bu tog'lar aksincha xalaqit qiladi. U mahshargoh kaftdek bo'ladi. Shuning uchun tog'lar yo'qib ketadi. Va yer mana shu tekis holatga keladi. Bu qachon bo'ladi? Qiyomatda bo'ladi. Qandoq bo'ladi? Alloh biladi. O'sha to'shab qo'yganda o'zi qandoq to'shab yumaloq qilib qo'ygan bo'lsa, shuni shundoq tekis qilib qo'yadi. Kim yerni yumaloq qilgan? Hech kim bilmaydi. Alloh qilgan. Ya'ni hech kim uni guvoh bo'lmagan. Alloh yumaloq qilib qo'ygan. Endi xohlagan vaqtda uni tekis qilib qo'yadi. Tog'lar chang to'zonga aylanib ketdi. Va bu satil jibalu bassa. Fakanat haba'an munbatha. Tog'lar chang to'zonga aylanib ketadi. Va kuntum azwajan thalatha. O'shanda sizlar 3 toifa bo'lasizlar. Insoniyat o'shanda 3 toifa bo'ladi. Va sabiquna sabiqun. Birinchisi sobiqlar. Ya'ni ilg'or kishilar. Bular dinda sobiq bo'lgan odamlar, dinda ilg'or bo'lgan odamlar. Bular jannat ahlining eng ulug'lari hisoblanadi. Allohning yo'lida, dinda muqaddam bo'lgan insonlar, taqvoda, ilmda, harakatda va hokazo. Ularning asosiy belgisi nima? Ulaikal muqarrabun. Ular Allohga yaqin bo'ladi. Mana shu oyat insonni demak Allohga qurbat hosil qilishga urinishga undaydi. Qurbat nima bilan hosil bo'ladi? Hadisda aytilgan, Rasululloh akram alayhissalom aytganlar. Alloh aytdi: "Bandam menga farz amallari bilan farz amallaridan ko'ra menga mahbub amal keltira olmaydi. Va bandam nafillar bilan menga yaqinlashib kelaveradi. Hatta uhibbu, men uni oxiri yaxshi ko'rib qolaman" degan. Demak, ixtiyoriy ibodatlar qurbatga olib keladi. Badaniy bo'ladimi? Aqliy bo'ladimi? Til bilan bo'ladimi? Moliyaviy bo'ladimi? Farqi yo'q. Majburiysi u Allohga sizni yaqinlashtiradi qaysidir darajada, lekin qurbat hosil qilishga u farzni o'zi kifoya qilmaydi. Farz eng ulug' amal. Bandam men uchun eng suyukli amal o'zim buyurganim deydi Alloh. Lekin yaqinlashtiruvchi amal u ixtiyoriy amallar bo'ladi. Shuning uchun muqarrab kishilar, ular muqarrab bo'lishi uchun ularda ixtiyoriy o'z chin ko'ngildan o'zini qiynab, biroz nafsini qiynab, o'zini biroz mehnat bilan ixtiyoriy amallarni qilish bilan ular qurbatga ega bo'ladi. Ular ne'matlarda bo'ladi. Ya'ni jannatu naimda bo'ladi. So'rlarda yonboshlab o'tirishadi, bir-biriga qarab. Atroflarda yosh yigitlar, yosh bolalar, xizmat qilishadi. Nima tashib, narsalar tashib, ularga ichimliklar tashib. Nega shunaqa yosh yigitlar ularga xizmat qiladi deyilsa, yosh, mana masalan 12 yashar, 13 yashar bolalar yugurib xizmat qilsa ko'zingiz quvnaydi. To'g'rimi? Ko'zingiz quvunaydiki, ular sizga yoshlikni eslatadi. Sizga xuddi hayotni uzun qilib ko'rsatadi.
jannatda mana shunaqa yosh xizmatkorlar bo'lishi u jannatiylarning kayfiyatini ham ko'tarish uchun hamma qulayliklar bor. Bo'lmasam yosh katta odam, yosh Qur'oni Karimda mana shu yosh bolachalar xizmat qiladi degan gap nega aytiladi desa, u xursandchilikni, kayfiyatni yuqoriligini ifodalash uchun aytiladi. Bu dunyoda ham shunaqa. G'odaygan gudusli odamlar xizmat qilyapsa, bir narsa aytishgan hijolat olasiz. Keyin u haligi yurish-turishi ham boshqasi ham besonaqay bo'ladi. Yo'q, jannatning xizmatkorlari unaqa emas. Epchil, qipchan bolachalar, yosh mana shunaqa xizmatkorlar bo'ladi. Ular sizni kayfiyatingizga kayfiyat qo'shadi. Shuning uchun mana shunaqa Alloh subhanahu va taolo ularni shunday qilib qo'ygan. Shuning uchun ba'zi bir asarlarda keladi, kofirlarning bolalari jannatning xizmatkori bo'lishi mumkin degan ehtimol bor, misol uchun. Ana shunaqa jannatning xizmatkorlari, xizmatkor yigitlari bolalari, ya'ni bolalar o'rnida xizmat qiladi degan gap bor. Sullatun minal awwalin va qalilun minal akhirin. Bu sobiqlar, ya'ni ildam kishilar. Hozir. Sullatun minal awwalin va qalilun minal akhirin. Ular oldinda ko'p bo'lgan, oldinda. Keyingilarning ichida oz bo'ladi. Buni mufassirlarimiz juda uzun tafsir qilishgan. Avvalgi ummatlar ichida ko'p, keyingi oxirgi ummatlar ichida oz deb tafsir qilganlar ham bor. Ikkinchi tafsir, boshqa tafsir bu oldingi islom ummatining oldingi sahobalar, tobiinlar ichida ko'p, keyingilardan oz bo'ladi degan. Mana shu tafsir demak tafsir yaqinroq tafsir hisoblanadi. U paytlarga nisbatan hozir musulmon ko'p-ku. To'g'rimi? Balki hozir ko'pdir desa, u nisbiy bo'lishi ham mumkin. Ya'ni oldingi ummat, sahobalar, tobiinlar ichida ularning aksari sobiq edi. Ularning aksari sobiq edi. Ozchiligi o'rta ashabul yamin, o'ng qo'l egasi edi, sobiq emas edi. Lekin keyingi ummatlarda ashabul yamin ko'p bo'laveradi, o'ng qo'l egasi, jannatga kiradigan. Lekin sobiq kam bo'ladi. Mana shundoq tafsir qiladi mufassirlarimiz. Ular ana la yusaddauna anha va la yunzifun. Ularga sharoblar ulashiladi. Sharoblar ulashilganda qadahlarda, ko'zalarda, kosalarda to'la may uzatiladi. Lekin unda bosh og'rig'i ham yo'q, la yusaddauna anha va la yunzifun. Va maslik ham yo'q, xushsizlik ham yo'q. Ya'ni xushni olish ham yo'q, maslik yo'q. Mana shu oyatni tafsirida ulamolarimiz aytadilar. Qur'oni Karim mana xamirni, shuni xamir demasa bo'lmasmidi? Ichimlik bor desa bo'lmasmidi? Nega xamirni ishlatgan? Insonlarda baribir hozirda ham jamiyatlarda, mana siz bilan biz namozxonlarni hisobga olmang, aksar insonlar xamirni ichadi. Insoniyat jamiyatiga qarasangiz, masalan, ba'zi xalqlar hammasi alkash. To'g'rimi? 90% alkash bo'ladi. Insonlar mana shu xamirga qiziqadi. Lekin Qur'oni Karim atay bularga xamir so'zini ishlatadiki, sizlar ichayotgan narsa u xamir emas, u asli. Asli sizlar ichsanglar arziydigan, sizlar kusayligi istasanglar arziydigan u jannatda u. Ana shu ma'noda buni demak xamir nomini Alloh Qur'onda ishlatgan. Bundan mutasavviflar foydalangan. Ya'ni tasavvuf she'riyati bundan foydalangan. Tasavvuf she'riyatida may Allohning muhabbatiga nisbatan ishlatiladi. Iymonga nisbatan ishlatiladi, ilmga nisbatan ishlatiladi. Nega uni may deysizlar desa, ular aytadiki, mana bu haromxo'rlar, harom narsa ichadiganlar, harom narsani ichadiganlar. Bular lazzat shunday deb o'ylayapti. Biz buni may deymizki, haqiqiy kayf mana bunda, ilmda, iymonda u. Biz mana shunga, demak, mana shundan biz rohat olamiz. To'yinki ular anglasin, haqiqiy rohat bu yoqda. Haqiqiy may bu yoqda, shuni anglasin deymiz. Sizlar bu g'aliz so'zni ishlatib
xato qilmayapsizlarmi? Iymonga, ilmga, Allohning muhabbatiga mayni ishlatib desa, ular aytadiki, Alloh Qur'onda jannatning ichimligiga xamirni ishlatgan-ku deydi. Lekin boshqa bir oyatda uning sifatini o'zgartirib qo'ygan. U sarxush qilmaydi, boshni og'ritmaydi deb qo'ygan-ku. Biz ham xamirni mayni ishlatamiz Allohning muhabbatiga, ma'naviy narsalarga. Lekin bu ular aytayotgan narsa moddiy narsa emas deb buni vasfini to'g'rilab qo'yamiz. Lekin aynan may deyishimizga majoz bunda bir qancha tashbihga asoslar bor deb Abdurahmon Jomiy 8 tami 10 tami asosini keltirgan sababni. Mana shu oyatlardan ushbu ma'nolarni biz demak mulohaza qilishimiz mumkin. Ularga yaxshi meva-chevalar bor va ularga ishtahalar tortadigan qush go'shtlari bor. Qush go'shti bu desert, ya'ni nihoyatda tansiq taom hisoblanadi. Qush go'shti bormi, qolganini qo'yaverasiz. Qush go'shtlari ham qanaqa bo'ladi? Hadislarda keladi, "Shu qushni yegim kelyapti" desa, shundoq qo'lingizga tayyor go'sht bo'lib tushadi. Yeysiz, shundoq suvayni qo'ysangiz yana qaytib qush bo'lib uchib ketadi. Nimaga shu qaytib qush bo'ladi? Alloh boshqa yarata olmasmidi? Yo'q. U yerda shundoqki, yeganingizdan keyin siz bitta jonivorni yeb qo'ydimda degan achinish ham bo'lmasligi kerak jannatda. Bitta jonivor kamaydi jannatda, bitta qush kamaydi. Shu ham bo'lmasin. O'sha ham bo'lmasin, joyiga qaytib qolaveradi. Mevani uzasiz, yeysiz, qaytib yana meva chiqib qolaveradi. Jannatning rizqi mana shunaqa kamaymaydi. Moidada Isa alayhisalomga moida tushgan, yeyishgan kamaymagan. Mana shu Rasululloh akram alayhisolatu vassalomga mo'jizalar berilganda taom ko'payishi berilgan, bilasizlarmi? Hammamiz ko'p bilamiz, ko'p eshitganmiz, eslaymiz. Bu jannatdan ishora. Mana payg'ambar alayhisolatu vassalom shuna qo'llarini solib qo'ysalar, ya'ni Ahzobda Jabir ibn Abdulloh aytayaptilar, tandurdan non uzyaptilar, olyaptilar, ketaveradi, tugamayapti. Go'shtni olyaptilar, sho'rvadan go'shtni olib suvni quyaptilar, bir kichkinagina qozon o'zi. 300 ta odamga yetib oshib qolyapti. Mana shu sizlarga jannatdan ishora. Sizlar qo'linglar bilan qilganni Alloh xolasa ko'paytirib qo'yadi. U jannatni o'zi yaratib qo'ygan u. Sizlar qo'linglar bilan qilmaysizlar uni. U endi cheksiz bo'ladi. Va uning jannatda hech qanaqa ozgina ham og'rinish bo'lish mumkin emas. Yo'q, hech qanaqa kayfiyatni buzadigan narsa yo'q. Qushni yeysiz qaytib qush bo'lib qolaveradi. Siz bitta qushni kamaytirib qo'ydim jannatdan degan tashvishga ham sizga demak hojat qolmaydi. Yana u yerda hur'inlar bor. Hur'in. Mana shu joyda biz hur'inni keyingi oyatlarda mana tafsirda keyingi oyatlarda ayollar, jannat ayollar ham hur'inga aylanish haqida keladi. Inshaalloh mana shu joyda biz hur'in haqida biroz to'xtalib o'tamiz. Ular xuddi saqlangan durga o'xshaydi, marjonlarga o'xshaydi. Ya'ni saqlangan marjonligi shuki, birovning nazari ham tushmagan bo'ladi. Nega mana shu narsa maqtalgan? Chunki Alloh erkakni shunaqa yaratgan. Qaynonalar kelini xafa qilsa, o'g'liga aytadi-yu, onasi o'tmaganini olib beraman deydi. Ya'ni inson tabiatida mana shu hech kim yetishmagan narsaga yetishish o'zi bor. Xususan erkakda hech kim yetishmagan ayolga yetishish istagi bor. Alloh subhanahu va taolo insonni ana o'sha istagini qitiqlaydi. Jannatdagi hurlar birovning nazar tushmagan bo'ladi. Ular chodirlarda saqlangan degani shuki, nazar tushmagan. Nima uchun? Jazaan bima kanu ya'malun. Ular qilgan amallarga mukofot o'laroq bu. Endi ular maishat zo'r ekan, maishat yaxshi ekan. Lekin ijtimoiy aloqalar qanaqa bo'ladi? Ijtimoiy aloqalar. La yasma'una fiha lagwan va la ta'thima. U yerda hech qanaqa bir gunoh gap, lag'u gap yo'q. Illa qilan salaman salama. Faqat salom va salom. Ya'ni faqat yaxshi gap bo'ladi, faqat ko'nglingizni ko'taradigan gap bo'ladi, faqat xursandchilik bo'ladi. Mana shu joyda lag'uvdan biz bu dunyoda rohat olamiz-ku o'zi. Masalan, odamlar lag'u bilan kun kechiradi kerak bo'lsa. Nega jannatda lag'u bo'lmaydi? Chunki jannat ahli lag'uvdan rohat olmaydi. Jannat ahli lag'uvdan rohat olmaydi. U o'zi ibodat yo'q jannatda.
Jannatda ibodat bo'ladimi desa bo'ladi, ixtiyoriy bo'ladi, xohlasa qilaveradi, maza qilgisi kelib qiladi ibodat. Lekin majburiy ibodat yo'q jannatda. Majburiy ibodat bu dunyoda. Bu dunyoda majburiy ibodatni qilasiz, u yoqda namoz vaqti bo'lib qoldi, hozir endi uyg'onish kerak. To'g'ri qilish kerak, suv sovuq ekan, baribir qilishim kerak-da endi. Unaqa gap yo'q, unaqa majburiyat yo'q. Lekin siz rohat uchun qilasiz. Rohat uchun, lazzat uchun ibodatni qilaverasiz, zikrni qilaverasiz. Lekin jannat ahlida lag'v bo'lmaydi. Nega desa, jannat ahli lag'vdan rohat olmaydi. Shuning uchun bu dunyoda ham jannatiy kishilarning xislatiga ega bo'lib, qalb zikrdan, dunyoni jannati zikrmidi, Allohning zikrmidi? Allohning zikridan bahramand bo'lgan qalb bu dunyoda ham lag'vdan rohat olmaydi. O'shaning uchun ular va idza marru bil lagwi marru kirama. U Furqonda o'rgandik, Furqonda. Ular lag'vdan rohat olmagani uchun qalb zikr bilan zikrdan suv ichgandan keyin u lag'vdan yuz o'girib qoladi. O'shaning uchun ular lag'vni oldidan o'tayotganda kiroman, kiborlarcha o'tib ketadi. Mensimay parvo qilmay o'tadi. Agar lag'vga ketayotgan bo'lsa, demak qalbda u maqom yetishmagan bo'ladi. Mana shuni har birimiz o'zimizga mezon qilib olsak bo'ladi. Va buning rohati jannat ahliga, agar lag'v rohat bo'lsa, lag'vni Alloh jannat ahliga berar edi. Nega lag'vni jannat ahlidan mahrum qildi? Jannat ahliga yo'q deyapti. Chunki lag'vda aslida haqiqiy lag'v, haqiqatan aslida insonning sof qalbiga lag'vda rohat yo'q o'zi asli. Faqat vazayyana lahum shaytonu amalahum. Amalni shayton chiroyli ko'rsatib, shu lag'vni sizga chiroyli ko'rsatadi. Aslida lag'vda hech qanaqa insonga rohat, huzur yo'q aslida. Aksincha lag'vdan keyin inson agar aqli bo'lsa, qalbida uyg'oqlik bo'lsa, afsus qiladi. Shu bekor o'tdi, shuncha gap, bekor, behuda gap bo'ldi deydi. Jannatda lag'v bo'lmaydi, chunki jannat ahli u aqlini yegan odamlar emas ular. Ular lag'vda gaplashib qo'ysa agar afsus qilib qolishi mumkin. Shu bekor bo'ldi, shu gap chatoq bo'ldi deb qolishi mumkin. Shuning uchun lag'v yo'q. Chunki ular afsus qilmasligi kerak hech ham. Jannat ahli Ziyoddin Qoraka muftiy rahmatullohi alayhining bir suhbatlarida eshitganmiz endi. Men boshqa naqlni bilmayman. O'sha kishidan eshitganmiz. Endi u kishi olim odam aytgan. Suhbat degan, ilmiy suhbat, zikr, yaxshi suhbat shundoq ne'matki dunyoda. Mana shu o'tirishimiz inshaalloh. Mana shu zikr, ilmiy suhbat shunchalar rohatki, jannat ahli jannatga kirganda ham dunyodagi yaxshi suhbatni eslar ekan. Uzr, aksincha, adashib ketib qoldim. Do'zax ahli do'zaxga kirganda ham yaxshi suhbatni eslar ekan. Jannat ahli jannatga kirganda ham yomon suhbatdan chakka o'rgan ekan degan nadomatni qilar ekan. Jannatning o'ziga nadomat yo'q. Bu dunyo uchun nadomat qilish mumkin. Masalan, darajasi yuqori bo'lib ketgan oshnangizni ko'rasiz. Qur'onni yodlagan, amal qilgan, ko'tarilib ketibdi. Allohning yo'lida nimadir xayr ihson qilgan, nimadir, xullas zo'r ish qilib qo'ygan dunyoda. Maqom ko'tarilib ketgan. Qarasangiz, u tepaga ko'tarilib ketgan. Siz dunyoda qo'shningiz bilan yashardingiz. Dunyoda sal mensimagansiz ham, chunki u sal boshqacharoq, mundoqroq yashardi kerak bo'lsa. Siz undan o'zingiz taqvodor deb o'ylagan bo'lishingiz ham mumkin. Lekin uni Allohga siz bilmaydigan amallari bor, ko'tarilib ketibdi. Nima qilgan ekan shu qo'shni shuni men ham qilsam bo'lardi ekan. Deysizmi? Deysiz. Lekin jannatning o'zidan afsus yo'q, bo'lmaydi. Lekin xuddi shuni singari jannat ahli dunyoda agar yomon kishilar bilan yomon suhbatda ishtirok etgan bo'lsa, agar u jannatga kirsa ham shu suhbatdan afsus qiladi. Lekin yaxshi suhbatdan do'zax ahli do'zaxga tushganda ham xursand bo'ladi. Bu yoq qiyin bo'lyapti, lekin o'shanda maza qilgan ekanmiz deb o'shaning rohati uning qalbida unga yupanch beradi deb gapirgan Ziyoddin Qoraka muftiy rahmatullohi alayhi. Ana shuni singari jannat ahli nihoyatda lag'vdan uzoq bo'ladi. Ular faqat salom, faqat yaxshi gap, faqat bir-biriga yaxshi tilakda bo'ladi. Nega Qur'on jannat ahli faqat salom aytadi deydi? Chunki ularda g'illig'ash bo'lmaydi. Allohdan ham salom keladi, farishtalardan ham salom keladi, bir-biridan ham faqat salom keladi. Shuning uchun salaman salama, faqat salom bo'ladi. Unisi ham bunisi ham hammasi bir-biriga faqat yaxshilik tilakda bo'ladi. Nega? Chunki ularda g'illig'ash bo'lmaydi.
Undan keyingi ikkinchi toifa bor. Ular 10 qo'l egalari. Ya'ni ular kitoblarni 10 tomondan oladilar ular. Ular sidrzorlarda bo'ladilar. Ya'ni fi sidri mahdud, ya'ni tikonsiz sidrlarda bo'ladilar. Sidrni hozir bargini olib kelishyapti-yu. Olib kelib sotyapti sidrning bargini. Sidr nihoyatda chiroyli daraxt bo'ladi, lekin tikoni bo'ladi. Bu dunyoda tikoni bo'ladi, lekin oxiratdagi sidrning tikoni bo'lmaydi. Va talhim mamdud, sermeva bananzorlarda bo'ladilar. Va zillim mamdud, keng soyalarda bo'ladilar. Keng soyalar shunchalar kengki, otliq bir necha yil ot chopib tursa, jannatning daraxtining soyasidan chiqa olmaydi. Shunaqa keng soyalar bo'ladi. Oqar suvlar bo'ladi. Va fakihatin kathira, va ko'plab meva-chevalar bor. La maqtu'atin va la mamnu'a. Ana. Ular tugamaydi ham, man qilinmaydi ham. U Odam alayhisolamga man qilinganida bitta meva. Endi jannatda man yo'q, endi man qilish taqiq yo'q endi. Bu dunyoda ham hozir taqiq bor, bir ikkita narsalar taqiq qilingan, harom. Lekin jannatda taqiq yo'q. Ne'matlar ochiq hammasi, 100%. Nega jannatda taqiq yo'q desa, endi imtihon yo'q endi. Va furushim marfu'amida? Va furushim marfu'a. Baland to'shaklar bor. Baland to'shaklar, ya'ni qalin to'shaklarda bo'ladi. Yana marfu'a ko'tarib qo'yilgan degani o'zi. Osma karavotlar deylik, mana shunga o'xshash joylarda ular rohatda bo'ladilar. Inna ansha'nahunna insha'a. Jannat ayollarini biz qaytadan yaratamiz. Faj'alnahunna abkara. Ularni bokiralarga aylantiramiz. Uruban atroba. Ular suyukli va erparvar jononalarga aylanadi. Li ashabil yamin, jannat egalari uchun deyiladi. Mana shu oyatni tafsirlarida biz Hurayn jannatdagi mana shu mavzu haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Rasul akram alayhisolatu vasallamning huzurlariga ammalar kelib so'ragan. Keksa ayol edi. Ya Rasululloh, kampirlar ham jannatga kiradimi deganlar. Deganda Rasul akram alayhisalom yo'q, kampirlar jannatga kirmaydi deganlar, jiddiy. Desalar, hali ayol yig'lab ketayotsa, keyin chaqiringlar deb qaytarib mana shu oyatni o'qib berganlar. Inna ansha'nahunna insha'a. Biz ularni qaytadan yaratamiz. Faj'alnahunna abkara. Ularni bokiralarga aylantiramiz. Ya'ni jannatga ayollar 18 yosh yoki 20 yosh atrofida shu noquron eng go'zal yoshda, eng to'lishgan yoshda kirib boradilar. O'sha holatda abadiy shundoq bo'ladi, qarimaydi endi. Ana sen 18 yashar, 16 yashar qiz bo'lib kirasan deganlar Rasululloh akram alayhisolatu vasallam. 18 o'zi hadislarda 25 yosh ayollar, 33 yosh erkaklar bo'ladi degan ma'nolar ham keladi. Ana demak, ana shundoq navqiron eng yoshda, eng yosh demak durkullagan yoshda bo'ladi ayollar ham. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda, Rasululloh akram alayhisalom hadislarda jannatda hurlar borligini ko'p bora ta'kidlaganlar, aytilgan. Savol tug'iladi, nega erkaklarga hur va'da qilinadi-yu, ayollarga erkak va'da qilinmaydi? Masalan, misol uchun, erkaklarga har maqtovli hurlar. Hurayn degani o'zi shahlo ko'z, qorachig'i qorasidan ajragan degani. Qorasidan oqa ajragan, qorasi ham tiniq qora, oq ham tiniq oq va ko'zi shahlo degani. Ana shunaqa shahlo ko'z yana ta'riflar kelyapti. Marjonni singari, durni singari, gavharni singari bo'ladi. Hadislarda keladi, iligi ko'rinib turadi. Ha? Mana shunaqa ta'riflar bilan ularni demak erkaklarga ana shunaqa huriylar borligi aytiladi-yu, nega erkaklar, ayollarga u gap yo'q, unga o'xshash va'da yo'q desa, birinchidan Alloh subhanahu va taolo inson shunaqa yaratgan.
Ya'ni erkak ayolga qiziquvchan. Ayol esa erkakka qiziquvchan emas aslida. U ayol aslida erkak bilan pushti-panoh topadi. O'sha jihatdan unga mayl qiladi. Bahralanish ma'nosida esa erkak asosan bahralanishga ishqiboz bo'ladi. Ikkinchidan, ayollar tabiatan u 4-5 ta erkak bilan yurishni, 4-5 ta er bo'lishni istamaydi. U bitta erkakga vafo qilishni istaydi. Shu bilan rohat oladi, shu bilan nafs tinch bo'ladi, shu bilan u jismoniy ozgina mayli bor, lekin u bir necha erkakdan jismonan aytaylik, undan bahra olish tushunchasi asli ayolning sof tabiatda bo'lmaydi. Ayol aslida bitta erkakka vafo qilishni istaydi va shundan u rohat oladi, shundan u o'zini ko'radi. Uchinchidan, jannatga kimlar kiradi? Jannatga muslimalar kiradi. Muslimalar hech qachon unaqa demak buzuq tabiat bo'lmaydi. Shuning uchun ularga bundoq va'da qilinmaydi. To'rtinchidan, muslimalarning hayosiga, iffatiga, umuman ayol zotining iffatiga to'g'ri kelmaydi. Yaxshi amal qilsanglar 5-6 ta er bor sizlarga degan gap hech qachon ularni xursand qilmaydi. Agar shu gapni aytsa ham ayol xursand bo'lmaydi, uni iffatiga tegadi u. Alloh subhanahu va taolo o'zi bergan tabiatni, o'zi bergan tabiatni o'zi bilgani uchun ayollarga unaqa va'da qilmaydi. Lekin umumiy ma'noda xohlagani bor. Ya'ni ayol xohlagan erkakka nikohlanishni so'rasa, Alloh unga shu imkoniyatni beradi. Shuning uchun Ummu Salama roziyallohu anha so'raganlar-ku, "Ya Rasululloh, ayol kishi 3 ta 4 ta erga tegib keyin vafot etgan bo'lsa, qaysi bir bilan birga bo'ladi?" degan. Axloqiy yaxshisi bilan, ya'ni o'zi istagani bilan bo'ladi. Parvardigor shu bilan men yaxshi yashagan edim desa, o'sha bilan birga bo'ladi. Lekin ularga bu va'da demak ularga sharaf hisoblanmaydi, ularni xursand ham qilmaydi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo ayollarga erkak va'da qilmagan. Lekin erkaklarga shu dunyoning ayollaridan 2 tadan beriladi. Undan tashqari hurayn beriladi. Lekin o'zini ayoli huriyindan ko'ra chiroyli bo'ladi. Huriyinlardan ko'ra fazilatli bo'ladi. Va har gal hadislarda keladi. Har gal ko'chaga chiqib kelsa, erkak ham go'zallashib yuraverar ekan. Kirib qarasa chodirdagi ayoli u ham borgan sari go'zallashib boraveradi. Qarish yo'q, faqat chiroyli bo'lish bor. Yana hadislarda keladi, jannatda insonlar o'ta go'zal yuribdi, erkak ham ayol ham. Lekin gohida o'sha bir xil go'zallikdan zerikadi ham ekan. Bundoq bir bozorga o'xshagan joy bo'lar ekan, borsa turli qiyofalar bo'lar ekan. Bundoq bittasi kelishgan, gavdalik qiyofa tursa, mana shunaqa bo'lib qolsamdi desa, xuddi shunaqa bo'lib qolar ekan. Keyin lekin falonchi voy degan qiyofasi o'zgarmas ekan. Uni qiyofasi o'zgarib chiqqandan keyin jannat ahli uni tanir ekan. Qiyofa o'zgarib qolibdi-ku der ekan. Lekin u o'zi boshqa odamga aylanmas ekan. Ya'ni insonning xohishlari shu darajada oxiratda demak qondiriladi. Alloh subhanahu va taologa oson. Bu dunyoda ham erkakning tabiati masalan ko'proq ayollar, masalan erkakka nisbatan u iffatiga tegmaydi. Masalan aytaylik, Ramazon Buti o'zlarini la yatihil batilu min bayni yadayhi va la min khalfihi degan kitoblari bor. Qur'onga bildirilgan ba'zi bir ta'nalarga raddiya sifatida yozilgan kitob. O'sha kitobda aynan mana shu mavzuni ko'tarib aytganlar. Siz masalan o'g'lingizga aytishingiz mumkin, qori bo'lsang, bo'yga yetgan o'g'lingizga Qur'on tugatib, xatm tugatib bersang, uylab qo'yaman desangiz bo'ladi. U unga xursand bo'ladi. Lekin qizingizga qizim Qur'onni yodlasangiz, yaxshi bir erga siz beramiz desangiz, u qiz xursand bo'lmaydi unga. Unga u sharaf emas u. Chunki u istaladigan ayol istalishi kerak. U istashni istamaydi. U xardor bo'lish emas, unga xardor bo'lishini istaydi. Ana shuning uchun masalan oddiy inson tabiatida mana shu narsa bor deydilar. Qizingizga siz u va'dani qila olmaysiz. Qizingizga aytishingiz mumkin, yaxshi tilla olib beraman, o'ynatib kelaman, zo'r ko'ylak olib beraman deysiz. Lekin yaxshi yigit olib beraman deya olmaysiz. Lekin o'g'ilga aytasiz, zo'r qoriya qizni olib beraman sizga, senga desangiz, o'g'il keyin bir pasda qori o'tib tashlaydi. Qur'onni yodlab tugatib. Lekin qizga u demak o'tmaydi. Mana shu tabiatdan kelib chiqib Alloh subhanahu va taolo Qur'onda erkaklarga ularga ko'plab juftlar bo'lishini va'da qiladi, lekin ayolga u gap aytilmaydi.
Nima deganingiz u? O'zi jannatga kirish bilan dunyo ayollaridan bitta ayol berilar ekan, o'zini ayoliga qo'shib, ikkita ayol bo'lar ekan. Bu yoqda bo'lmasa ham u yoqda iloji ikkita bo'ladi. Bu yoqda qochib yurishingiz mumkin, yoqda iloji ikkitaga tushasiz. Bitta endi Alloh biladi endi o'sha yoqqa borganda g'illig'ash bo'lmaydi, jannatda g'illig'ash bo'lmaydi. U jannatda g'illig'ash bo'lmagandan keyin u yerda tashvish ham bo'lmaydi unaqa ortiqcha inshaalloh. Bir domla gapiryapti ekanda, jannatda hurayinlar haqida gapirib, jannat haqida gapirib, keyin aytibdiki, arab bu bo'lgan voiz gapirib beryapti ekanda. Gapirib, jannatga kirsa eshik tagida hurlar kutib olar ekan. Mana shu hurlar menga va'da qilingan hurlar bo'lsa kerak desa, "Xo'jam, biz bu omma xizmatdagi hurlarmiz. Sizni malikangiz ichkarida. Ichkariga qarab yurar ekan. Ichkariga qarab yursa, yana bir xonaga kirib borsa, yana hurlar kutib olar ekan. Shularmikin desa, "Yo, sizni malikangiz ichkarida, yuqorida." Keyingi xonaga kirsa, yana hurlar turibdi. Hammasi bir-biridan go'zal hurlar bo'lar ekan. Mana shular bo'lsa kerak. Hammasi borgan sari chiroylashib boryapti. Mana shular bo'lsa kerak deb tursa, ular aytgan ekanki, sizni malikangiz u nimada? Chodirda, yuqori so'rida debdi, derkan. Keyin borib shunday chodirga kirsa, o'zining xotini o'tirgan bo'lar ekan. Yo'q. Ya uni o'zini jannatining xizmatkorlari ular. O'zini hurlari, lekin haqiqiy malikasi u o'zining ayoli bo'lar ekanda. U mana shu gapni va'zda aytsa, mana shu gapni aytsa. Endi buni men nimasini bilmayman, endi hadis, oyatdan deb bilmayman, lekin bir voiz shu gapni aytsa, jamoatda o'tirganlardan bittasi 5-6 ta erkak xotindan to'ygan ekanda. Va shayx, Allohdan qo'rq dermish. Allohdan qo'rq dermish. Lekin u jannat hurlari jannatiy ayollardan chiroyli bo'lsa bo'lmaydi. Unda jannatiy ayollarga u azob bo'ladi. Jannatda esa hech qanaqa bu muammo bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun jannatiy ayollar hurdan chiroyli bo'ladi. Ular juftini oldida, jannat hurlaridan past bo'lib qolsa, u jannat o'xshamaydi ularga. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo jannat ayollarini hurlardan go'zal qilib qo'yadi. 70 barobar go'zal bo'ladi deydi. Hurlar, mana maqtalayotgan hurlar u jannat ayollarining oldida mudora bo'lib qoladi. Undan keyin Alloh subhanahu va taolo aytadiki, bu mana shu 10 qo'l egalari oldingi ummatlar orasida ham ko'p, keyingi ummatlarda ham ko'p bo'ladi. 3 toifaga bo'linasizlar deyilganda, 3-toifa bular chap qo'l egalari, ya'ni ularning kitoblari chap tomondan beriladi. Ular demak chap tomondan ekanidan bilinadiki, ular demak do'zax ahllari hisoblanadi. Jahannamiylar. Ular o'tli shamol, qaynoq suvlar orasida bo'ladi. Soyasi bormi ularda ham? Ularning soyasi fi zillin mamdud jannatiylarga. Ularniki vazilin min yahmum bo'ladi. Ularning soyasi u tutundan bo'ladi. La baridin va la karim. Bu soya salqinlik ham bermaydi. İnsonga bir rohat ham bermaydi, foyda ham bermaydi. İnnahum kanu qabla zalika mutrafin. Ular bu dunyoda juda maishatni qo'y qilishgan edi. Va ular va kanu yusirruna ala al-hinsil azim. Ular katta gunohlar, ya'ni shirk, kufrda bardavom bo'lishgan odamlar edi. Ular aytishardiki, biz o'lgandan keyin tuproqqa aylanib, chirigan suvay bo'lib tuproqqa aylangandan keyin qaytib yana
qiyomatda turamiz ekanmi? Bo'lmagan gap deyishar edi. Biz qolib ota bobolarimiz u hamma tirilar ekanmi deb uni qiyomatni inkor qilishar edi. Ularga endi mana bu yog'iga mana do'zax ahlining oz ko'pligi haqida to'xtanilmagan. Ashabul shimalni chap qo'l egalari oldingi toifalarni singari qachon oz, qachon ko'pligi haqida oyat yo'q. Bevosita ularning ana o'sha inkorlariga javob ketadi oyatda. Qul innal awwalina wal akhirin la majmu'una ila miqati yawmin ma'lum. Sizlarning avvalgi va oxirgilarini o'sha belgilangan kunga Alloh albatta jamlagaydir deydi. Ular zaqum daraxtlarini yeyishadi va qaynagan suvlar ichadi. Ularni ichimliklari qaynagan suv va yiring bo'ladi. Mana sizlarning qiyomat kunidagi mehmondorchiligingiz, ziyofatingiz mana shudir deyiladi ularga. Mana shu joyda demak qiyomat haqidagi oyatlar yakuniga yetadi. Undan keyin Alloh subhanahu va taolo bandalarga xitob qiladi. Afara'aytum ma tumnun. Sizlarni biz qiyomatda qaytib tirilishimizdan sizlar ajablanasizlar, lekin mana bu qudratlarimizga nima deysizlar? Sizlar o'zinglar haqir suvdan yaralgansizlar. Sizlarni biz haqir suvdan yaratdik. Antum takhluqunahu am nahnul xoliqun. Uni sizlar yaratdinglarmi, biz yaratdikmi? Sizlarning orangizda hayot va o'limni hammasini biz belgilab berganmiz-ku. Biz belgilab beramiz. Belgilab berganmiz. Agar xohlasak sizlarning o'rningizga boshqa qavmlarni ham keltira olamiz, dedi Alloh. Afara'aytum ma tahrusun. Ekin ekinlaringlarni qaranglar. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Uni sizlar o'stiryapsizlarmi, biz o'stiryapmizmi? Agar xohlasak ularni biz qurigan hash cho'plarga aylantirib qo'yar edik. Sizlar esa voy mana hosil bo'lmadi, qurib qoldi deyishdan boshqaga yaramasdingiz. Yaramaysiz. Afara'aytumul ma'a allazi tashrabun. Ichayotgan suvlarni ko'rmaysizlarmi? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. U bulutdan uni biz yog'diryapmizmi yo sizlar yog'dirasizlarmi? Agar xohlasak u suvlarni biz achchiq qilib qo'yar edik, icha olmaydigan qilib qo'yar edik. Shukr qilmaysizlarmi? Afara'aytumun nar allati turun. Yaqayotgan olovlarni qaranglar. Daraxtdan sizlarga olov chiqaryapmiz. Uni biz yoqyapmizmi, olovni biz yondiryapmizmi, sizlarmi? Biz uni tazkiratan va mata'an lil muqmin. Bu dunyoda sizlar ozgina foydalanishingiz uchun olovni yaratdik dunyoda va oxiratdan eslatma sifatida yaratdik. Mana shu joyda tazkiratan va mata'an lil muqminda qarang. Uni do'zaxdan alomat, eslatma ekanini oldin keltirilgan. Va mata'an lil muqmin. Bu dunyoda foydalanishingiz uchun ham u ishlaydi. Biz olovni nega yaratdik? Olovni do'zaxdan sizlarga eslatma qilib va bu dunyoda ozgina foydalaninglar deb yaratdik. O'z aslida biz bu dunyoda oldin foydalanamiz. Istifoda demak tadrijiyligiga qaralsa, biz bu dunyoda bu dunyoda foydalanishi oldin kelish kerak edi. Lekin Alloh subhanahu va taolo uning eslatma ekanini oldin keltiryaptiki, bu yoqib yuravermanglar olovni, xotirjam bo'lib. Oxiratda agar sizlar iymon bilan bormasanglar, Alloh agar mag'firatiga olmasa, mana shu o'tdan sizlarga azob bor deyiladi. Yulduzlarning joylariga qasam, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, va innahu laqasamun law ta'lamun azim. Agar bilsanglar, bu o'ta buyuk bir qasamdir. Mana shu yulduzlarni joylariga qasam deganda o'sha qora tuynukka ishora deb hozir ba'zi bir zamonaviy mufassirlar mana shunday tafsir qiladi. Haqiqatan bu juda ulkan bir qasam bo'ladi. Innahu laqur'anun karim. Bu Qur'on, bu kitob, Qur'oni Karimdir bu. Biz Qur'oni Karim so'zini mana shundan olamiz. Innahu laqur'anun karim. Qur'oni Karim deymiz-ku. Alloh qasam ichib turib bu Qur'oni Karim degan. Shuning uchun biz Qur'oni Karim deb ishlatamiz. Innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun. Bu saqlangan kitobdadir, ya'ni Lavhul Mahfuzda saqlab qo'yilgan.
Lavhul mahfuzda Qur'onning saqlanishi, qarang, Qur'onning saqlanishini lavhul mahfuzda saqlanishining alohida ta'kidlanishi bu dunyoda ham Qur'on saqlanishiga ishora. Lavhul mahfuzdagi bu saqlanyapti hozirgacha. Haqiqatan mana shundoq. Harfi ham saqlangan, o'qilishi ham saqlangan. La yamassuhu illa al-mutahharun. Uni faqat pok zotlargina ushlaydi. Tanzilun min robbil alamin. Robbul alamindan nozil bo'lgandir. Qur'onni faqat pok zotlar ushlaydi degan oyat, demak, faqat farishtalar u lavhul mahfuzda faqat farishtalar ushlaydi degan ma'noni bersa bir jihatdan. Ikkinchi jihatdan Qur'onni faqat tahorati borlar ushlasin degani. Mufassirlarimiz mana fuqaholarimiz mana shu oyatni dalil qilib, yana boshqa hadislardan, boshqa dalolatlardan kelib chiqib Qur'onni betahorat ushlashni demak mumkin emas deganlar, tahorat bilan ushlash lozim deganlar. Yoddan o'qisangiz bo'ladi. Yoddagi suralarni yoddan o'qisangiz zarari yo'q. Lekin mushafni ushlamoqchi bo'lsangiz, unda nima qilish kerak? Unda tahorat bo'lish kerak. Mushafni ushlamoqchi bo'lganda mana shu joyda fiqhiy hukmni qisqacha aytib ketamiz. Mushaf deganda Qur'oni Karim tushunamiz va Qur'onning arabcha yozuvi bo'lishi kerak. Masalan, Qur'onning ma'nolari tarjimasi degan kitob chiqdi. Unda Qur'onning arabcha matni yo'q. Buni ushlasa bo'ladimi desa, buni ushlasa bo'ladi. Bu o'ligi Qur'on hisoblanmaydi. Qur'on ma'nosining tarjimasi u. Shuning uchun uni ushlasa bo'ladimi? Bo'ladi. Lekin hurmatdan tahorat bilan o'qish kerak. Lekin mana bu oyatning ostiga u kirmaydi. Bu oyatdagi gap arabcha matn Qur'onga tegishli va u varoqqa tegishli. Elektron mushaflarni ham endi ekranda turgan paytda ushlash sal karohiyati bor deb qaralsa ham, lekin o'z jihozni o'zida, masalan, mushafni bunday ochib ushlab olsangiz, buni fuqaholarimiz hozir joiz deydi. Undan ham kengrog'i, masalan, kompyuterda mushaf bor, Buni ekranni ushlamasdan siz knopkalar bilan boshqarasiz. Mushafni ochib oldingiz, qarab o'qisa bo'ladimi? Bo'ladi. Kompyuterda o'tirib olib, haligi mishkani ushlab olib, sichqonchasini ushlab olib, mushafni ochib olib o'qisa bo'ladi. Tahoratsiz o'qisa, bo'ladi. Endi o'zi Qur'onni imkon qadar tahorat bilan o'qish kerak. Yoddan o'qishsa ham tahorat bilan o'qishga urinish kerak. Lekin gohida tahorat bo'lmasa ham o'qisa gunohkor bo'lmaydi. Ya'ni bu oyat, mana bu oyatlarda Qur'onni ushlamasin betahorat deganga kirmaydi bu. Unga amal qilmagan bo'lmaydi, ya'ni. Lekin yoddan o'qiganda albatta savobi ko'p bo'ladi va Allohning kalomini imkon qadar tahorat bilan o'qiganda albatta savobi ko'p bo'ladi va imkon qadar tahorat bilan o'qishga urinish kerak. Lekin mushafni ushlash bu fiqhiy masala. Fiqhda u haligi ixlos, e'tiqod, savob oz ko'p degan gap ketmaydi. Fiqhda bo'ladi, bo'lmaydi, makruh, konkret, aniq gap bo'ladi. Ana o'sha o'lchov bilan olib qaraganda Qur'onni yoddan o'qish uchun tahorat shart emas. Lekin g'usl katta tahorat bo'lishi kerak. Katta tahorat bo'lishi kerak. Ayni mushafda agar tafsir hilolda arabcha matni bor, shuning uchun uni tahorat bilan o'qish kerak. Arabcha matni bo'lmasa sahifada, uni demak varog'ini ushlasa bo'ladi. Lekin mushafning Qur'onning arabcha matni yo'q, varog'ini ushlasa o'zini ushlasa bo'ladi. Yarhamukalloh. Mushafni esa muqovasini ham agar yopishgan muqova bo'lsa, tahorat bilan ushlash kerak. Yopishmagan muqova bo'ladi, masalan, latadan tikib qo'yasiz. Hozir g'iloflar chiqyapti. Uni betahorat ushlasa bo'ladi. Ana shuning uchun o'sha arabcha matni bor varog'ini. Endi u butun Qur'on emas. Uni ushlasangiz bo'ladi. Lekin arabcha matni bor varog'iga kelganda o'sha varog'ni tahorat bilan ushlash kerak. Aytyapmiz-ku shu gap. Masalan, siz Qur'onni qanchalar ulug'lasangiz shuncha savob. Tahorat bilan bo'lishingiz savobni ko'paytiradi. Qiblaga qarab o'tirsangiz yana savobi ko'p. Ro'zador bo'lsangiz yana savobi ko'p. Tunda o'qisangiz yana savobi ko'p. Chiroyli o'qisangiz imkon qadar yana savob ko'payaveradi. Yo'q, ana u fiqhiy kitoblarning muqovasi
u mushafning muqovasi emasda endi u. Lekin o'sha baribir oyat kalima, oyatlar arabcha matni bor bo'lsa, u oyat bor varog'ini baribir tahorat bilan ushlash kerak. Arabcha matn bo'lsa. Elektronda esa yo'l keng. Elektronda u haqiqiy yozuv hisoblanmaydi. Uni demak ushlasa bo'ladi. Undan keyingi oyatlarda Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Falawla idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun." Jon halqumga kelgan paytda sizlar o'sha o'layotgan odamning atrofida o'tirasizlar. Unga qarab turasizlar. Uni kuzatib turasizlar. Lekin sizlardan ko'ra unga biz yaqinmiz. Lekin sizlar ko'rmaysizlar, deyiladi oyat karimada. Muqarrab bandalar ravhu rayhon jannatlarda bo'ladilar. Ashabul yamin, o'ng qo'l egalariga ashabul yamindan salom bo'ladi. Endi qiyomatni yolg'onga chiqargan, Allohning oyatlarini yolg'onga chiqargan gumroh kimsalarga esa ular endi jahannamda kuyadilar, qaynoq suvga bo'ktiriladilar ular. Inna hada lahu al-haqqul yaqin. Bu haq bo'lishi aniq narsa. Fasabbih bismi robbikal azim. Buyuk Robbingni ismini poklab yod et deb mana shu oyatlar bilan sura karima yakuniga yetadi. Voqea surasida ham demak juda ulug' ko'plab ma'nolar bor va biz ularning demak ayrimlari bilan tanishib o'tdik.